Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Her birini bilen bugün muşu Facebook'un naq meydan görünüşü bir haber işley, bir program işley dedim. Haberden kaldım. Bugünkü programının temisi muşu İstiqlal Marşı mukafatına işleş doğruluk yani ötküzüş çağırqını biz taqat qilay. 21. 5. ayının 21. günü e'lon qilgan bizning o'ylam to'rida. E'lon qilgandan buyon hozirgacha bu ko'plagan qarindoshlarimiz buni yod qilish uchun izlanyotidi, tirishyotidi. Buni hamda yod qilish har bir men Sharq Turkistonlik, men Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun izlanayotquchi. Men bunun üçün üzemnin vatanının müstakil bulgan bir devlet şehrini bölüşke intilime, kızıkıma diyen qarindoshlarimiz bunun üçün bir gayret gösterse, hiç bulmaganda ballarımızı bu İstiqlal Marşı'nı yadlaşqa bir üyetsek, ballarımızı üyütüş jarayonida özümüz hem billa yadlab qalalaydı ekanmiz. Bu İstiqlal Marşımız hemimiz bilgендek 1932 yılı bizning ma'rifchimiz Nemo Muhammed Ali Tevfik efendim tarafidan o'tirib qo'yilgan yezib shu vaqtning o'zida 1933 yilda 11. ayning 12. kunidagi birinchi qitimliq Cumhuriyetimizda o'qib o'tilgan bir devlet marşımızdı. Hem de bu devlet marşımızdan bir qancha nusxası yani bugünkü günümüzge kelguncha o'zgartirilgan bo'lsin va yoki bo'lmasa tekisi har xil shaklda ig'izdan ig'iz ko'chish jarayonida o'zga hozirgi zamonaviy tilimizga mos shaklda akilimiz degan shaklda bo'lsin yoki bo'lmasa qolaylik shaklda buni ügünümüz yoki ügütümüz degan shaklda bir o'zgarib ketgan nusxalar bo'lganligi uchun biz buni qarindoshlarimiz bilan birlikda Mehmet Ali Tevfik efendim yazgan en yakın holatiga keltirishga tirishgan bo'ldik. Gerçi o'zining asli qo'l yozmasiga bo'lmasimi, lekin hozirgi o'ttirida tarqalib yurgan ba'zi yozmalarga qaraganda biroz to'liqlangan qismi deb tushunamiz. Shuningga buni tartiblab bir qilgandan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayining chaqiriqiga ovoz qo'shib, buni bir shaklida umumiy xalqimiz ichida hammamiz yodga ilish bir to'lqinni qo'zg'ash ham bu mukofotlik faoliyatini Dünya Uyg'ur Qurultayining Germaniyadagi bosh shtabida buni dağdığılık ötküzüş hem şu yerda naq maydonda mukofotlash faoliyatini ilib bormoqchi. Bunun uqtirishini biz 5. ayning 21. kuni chiqargan qarindoshlar. Bir yerda hamda bu İstiqlal Marşı'nı bulapmı aldığımızda Ramazan kelib qoldi deb uningda biraz buni teşviqotini kuchaytirmagan bo'ldik. Buni nima qilolmagan bo'ldik. Andan keyin hozirgi kungacha hozir 7-8 shaxsiy mayırlardan kichik o'smirlarimizni 7-8 o'rindigan bo'ldi. Kollektivdan Tang Nuri tarbiyalash markazidagi kollektiv o'quvchilar o'rindigan bo'ldi. Undan boshqa yana tayyorlik qilayotgan biz bilan aloqalashib bizga biz inshaalloh yaqinga muddatgacha bu bizmi tayyorlik qilib buni har birlariga yetkazamiz deb bizga va'da bergan qarindoshlarimiz bor. İnşallah bu İstiqlal Marşımız qanday olmasin bu yilgi inşallah devletimizin 11. ayının 12. günkü devlet bayramımızgacha ko'p qismimizning yodlab buni şu günkü devlet marşı bayrak chiqarish murosimimizda hammamiz yurkimizga qo'limizni qo'yib turib buningga tang jo'r bo'la olamiz deb o'ylayman. Bulapma ballarni tarbiyalashda mening beshimdan o'tgan bir qancha bir tajribalarim bo'lg'achqa qarindoshlar birlari bilan o'rtoqlashgach hamda bu faoliyatimizning yani shu yili 9. ayning 15. kunigacha davomlashtirganligini 15. kundan 10. ayning 15. kunigacha bağlash komitetimiz bu kelgan mayirlarning
bağlap çıkıp bularni tartiblaydiganligini, ya'ni qaysining qancha darajaga erishganini e'lon qildiganligini. Onun keyin 11 ayning 13 kuni Myunxenda o'tkaziladigan Sharq Turkiston Cumhuriyetini bayramini muboraklash kuni shu yerda naq maydonda shu mukofotga erishgan qarindoshlarimizni naq maydonda moddiy mukofot bilan mukofotlaydiganligidek bir faoliyat tartibini birlarga deb qo'yman. Hamda hozir deb kimga o'xshash bolalarimizni tarbiyalashda, ya'ni bolalarimiz buni o'rganishda, bolalarimiz cho'lsa Yevropa yoki bo'lmasa muhojirat hayotimizdagi ellerde tug'ilgan bo'lg'achqa bolalarimizning tili biroz ya'ni bu tillarimizga biroz moyir emas, sezgir emas. Shunga bolalarga biroz jiq besim qilib bersak bo'lmaydi ekan. Men kuniga bolamga 2 misradan o'gitib, 2 misrani 2 kun qaytalab mesh qilish orqali anandan keyin balam bilan 1 oy jarayonida buni balam erbellere köygende yollab koydum. Şu şekilde bir yatkı ilip oldu. Yani hazır mı her günü keşte yetiştim burun yatkıda yani bir manga bir tekrarlap berdi. Demek nima degende muş şeklini kullansak yani balığı cık besim kullan hemen yardım etemez. Balığı günüge 2 misradan yani 1 misradan tapşırık verip ya özümüzün bille kılış arkalı bunu tang maslashib mansak balıda bunu kichik balı olgandiken yaman tutup aladı iken hem unutmaydı iken demek nima degende muş şekilde ilip basak yaxşı oldu iken bir tecrübem çirk oğa çıkar birileri bilen bir ortaklaşkım geldi. Hem de mukafatlık nimini men oylam torda koyup akşam yani Facebook'ta etip koydum. Şuna olsun hazır. Her birileri bilen bunun cereyanı bir ortaklaşıp demek gayrındaşlar. İstiklal Marşı'nı orlaştırış şekli birinci kollektif orlaş şekli. Bu kollektif orlaştırış şekli degende her qaysi devletlerden muş kollektif İstiklal Marşı'nı yadlayma deganlar 10'dan artık adam. Ya mesela okuvuşlar olsun, ya olmasa bir uruk tuqqan hoşnu kulum cemiyetleri olsun. 10'dan artık adamda kollektif hesapladık. Kollektifninki şeklide İstiklal Marşı'nı diklimasiya qilib bersa onun qarta o mayırlarını yana bağlab nima qilamiz darajaga olamiz. Ama kollektivning o'rlug'chilarga birinchi darajalik erishganlarga 1500 euro naq pul, ikkinchi darajaga erishganlarga 1000 euro naq pul, uchinchi darajaga erishganlarga 500 euro naq pul, ya'ni har birisiga medali ayrim qatnashgan mayırlarning. İkincisi aile boyunca degende az degende 4 kişi bir ailede ata ana bala 2 bala ya 3 bala ya ki 5 bala bu şekilde olsun ama en az degende 4 aile azaları 4'tün terkip takkan buluş şartken hem bunun birinci derecelik erişkenlerge aile boyunca 700 euro naq pul istiqlal medali bilen birge, ikinci derece erişkenge 500 euro, üçüncü derece erişkenge 300 euro. Hem de şəxsi orundukçular mesela ösmürler olsun, balalar olsun, yaki olsa şəxsi hem de asaslıq bu şəxsi orundukçularda küçük ösmürler, yani 18 yaşını tören ösmürler közü tutuldu deyip qarayım. Bunun da birinci derece erişkenlerge 500 euro, ikinci derece erişkenlerge 350 euro, üçüncü derece erişkenlerge 200 euro. Hem de bu mukafotlaşqa, hem de dünyanın her qaysi yerden qatnaşqan mayırlarını amalda qo'ldagi pasport, innovativ pasport, yani qonunliq yashayotgan, yani chiqib kirish davlatdan chiqish qulaylik bo'ldigan shulab qolgan qarindoshlarımızga, bu qarindoshlarimiz mukofotga erishgan qarindoshlarımızın shu sharti to'shqan bo'lsa, ularni Germaniyaning Myunxenga olib borib shu 11 ayning 13 kundagi shu faoliyatning naq maydonida mukofotlashga, ya'ni ularning berip kilish bilti yatıqını kütəgən şeklide şularını naq meydanda mukafotlar iş olma degende ularning bir vəlilərini naq meydanda şu pulunu qoluğa beriş şeklide qilamiz. Çünki bu şeklide bo'lsa texmi yaxshi qarindoshlarımızga naq meydandan hem şu günün naq meydandan meyli Facebook'ta olsun, meyli YouTube'da olsun bu naq meydan görünüşleri taqtılıdı. Dünyanın her qaysi yerlerden mimallar kelidu. Bu yılını inşallah İstiqlal Marşımızın yadlaş yili qilib bekitilgan bo'lg'achqa hem bu İstiqlal Marşını yadlash mukofoti bo'lg'achqa buni hem bir kengri şekilde xalqimizga hem devletni elishning
davlatga bo'lgan talpinishning, mustaqillikning qanchalik muhim ekanligini tushuntirish, bu şekilde bir düşünceye ega qilish şeklida buni her bir qarindoshlarımızga, her bir vatandaşlarımızga bunu bildirish uchurini berish şeklida bu şekilde ilib berilmoqchi qarindoshlar. Bu faqatlam bir faaliyet emas. Bu biz vatanimizni qo'limizga elishdi besib o'tadigan bir yumshoq detal bosqichlar. Buni bilishga tegishlik qilmasak bo'lmaydigan bir shakli qarindoshlar. Vatandagi qarindoshlarimiz istiqlol marshini yodlashtirmoq, o'qish, qarashqimi imkoniyati yo'q. Lekin muajiratda yashayotgan qarindoshlarimizning hammamizdan buni o'qishga, yodlashga, buni tefekkür qilishga, buni tushunishga bizning vaqtimiz va imkonimiz var. Bu imkonimiz Allah bergan bizga ne'mat qarindoshlar. Buni bilishimiz, biz inshaalloh vatanga kirimiz, vatanni qo'limizga olamiz deyapmiz. Vatanga qo'limizga olganda besh bo'lmagan istiqlol marshimizni yodlab, hech bo'lmaganda bayrog'imizning ma'nosini tushunib, bayrog'imizni bir qo'limizda tutib, yana bir qo'limizda davlat girbimizning ichidagi mazmunini tushunib, uni yana bir qo'limizda tutgan shaklda vatanimizga kirsak, qarindoshlarimizga hech bo'lmaganda og'zimizda istiqlol marshimizni deb beralisak, o'ng qo'limizda bayrog'imizni, so'l qo'limizda davlat girbimizni tunishtira olsak, mana bu undan ortiq yaxshi darsi yo'q deymi vatandagi qarindoshlarimizga. Uning uchun bizler muşu vatan sırtidaki muhaciret hayatımızda meyle vatanımızın bayrağını düşünüş olsun, meyle devletçilik ideyasımız bilen kurallanış olsun, meyle muşu istiqlal marşımızın mezmununu ve onu yadgılış olsun ve ballarımızı yadga aldırış olsun. Bu bizden her birimizden kılışık tegişlik bir mühim hizmetlerden birisi iken qarindoshlar. Bulab mazırqıdaki ballarımız ta'tildeki vaqtlarda bunu her bir qarindoshlarımızga ballarımızga, yakımız, aile tavabatlarımız bilen yadlaş. Bunu bu faaliyette kandaktır maddi destek iyi oluşamaz. Hiç kaysimizden ki. Bu maddi destek fakat nimo degende halkımızın bunun dikkatini tatkuzuş. Muşu mühim nese ma o. Bunu bölüşümüz gerek. Bu gün tertibimizge meselemiz. Bu müstakillikni ağzımızda emas, ameli hareketimizde qilishimiz bu. Müstakillik qanday ağızda deb qo'yish bilan, so'zlab qo'yish bilan emas, müstakillik yetishni ideya jihatdan qurollandirish. Avval vatan nerede qurildi? Vatan yuragimizda qurildi qarindoshlar. Vatan yuragimizda qurildi. Bu qurilib bo'lgan vatan amaliyoti hareketimizda ko'rsatamiz. Amaliy hareketimizda ko'rsatishning yumshoq detalları qaysi deganda bu istiqlol marshimizni bilish, davlatimizning qurish programmamizni bilish, davlatimizning qurg'uvchilarimizni bilish, ularning ish harakatlarini tunish, bizning pullarimiz bo'lgan, bizning rahbarlarimiz bo'lgan, bizning moliya ministri, iqtisod ministerlikdan bo'lgan, bu ministerlar nima ish qilganda buni o'zimiz bilishlar birga bolalarımızga bildirishimiz kerak. Shuning bilan birga inshaalloh buningdan keyingi ağandan ki müstakil olan devletimizni qanday tutib turimiz, qanday boshqarimiz, avlodlarimizni qanday yetaklaymiz, bu şekilde hozirdan boshlab buning hozirligini qilishimiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtida vatanimizni olsak, teranqab qolmaymiz, buning yalvarib qolmaymiz. Har ish o'zimizning o'rlashtirish bilan mengaveradi qarindoshlar. Uning uchun Şərq Türkistanның müstəqilligini qo'lga olishda biz har doim deb kelayotgandek qarindoshlar, biz xalqaradan va boshqa davlatlardan oldigan yordamimiz 5%. 5%ga yetadi, yetmaydi qarindoshlar. Ammo qolgan 95% bu Şərq Türkistanның müstəqilligini qo'lga olma, Şərq Türkistanның müstəqilligini qo'lga keltirmi degan sizlar bizning harakatimiz, fidokorligimiz bilan bedel to'lashimiz bilan Şərq Türkistanның müstəqilligini qo'lga olaymiz. Buning uchun hammamiz özümüz qo'limizdan nima kelsa shuni qilishimiz kerak. Nima qanday imkoniyat yer beralsak, duoga yer beralsak, duo qilishimiz kerak. Iqtisodiyotdan $1 beralsak, $1 berishimiz kerak. Siyosatdan tefekkürimizni, yoki ideologiyamizni to'g'ri tushuntira olsak, yoki to'g'ri agiselsak, bunga bedel to'lashimiz kerak. Ma'rif jihati deganda o'zimizning Sharq Turkiston xalqiga mos bo'lgan, o'zimizning anlatıl ma'rifim olsun, yoki bo'lmasa o'zimizning keyingi xizmatdagi har shagartga ma'rif tuzilmasini barpo qilib bilishimiz kerak o'zimizga loyiq shaklda. Buni muajiratda bo'lgan bu qurilmalarni vaqt soat kelganda ko'chirib vatanga kirsak, buning hech bir qiynalmagan shaklda davomini qila olamiz. Bu sistemani bu yerda qurib olsak,
Biz vatan içi kirgandan keyin yana sistema quramiz deb avarishlik o vaqtni besib o'tmaymiz. O vaqtda nima qilmaymiz inshaalloh. Her şekilde umu buludu, askeri ta'limi buluş kerak, çünkü bo'lmasa bo'lmaydi. Vatanni qo'g'dash uchun shu narsa bizda buluş kerak. O narsa bizda bosh tortib bo'lmaydigan narsa. Chunki biz buni beshimizni o'tkazdik. Shu qurolni biz qo'limizda tutmaganligimiz uchun, tutishni bilmaganligimiz uchun vatanimiz qo'limizdan ketib qoldi. Agar vatanimiz Sharq Turkistonda bizning askarimiz bo'lgan bo'lsa, saqchimiz bo'lgan bo'lsa, kim qila oladi bizga? Hech kim qila olmaydi. Demak, onundan hiçbir şüphemiz yok arkadaşlar. O vatanimizden kelajigida çokum buluduğan, yakın musluk iliş jarayonida buluduğan çokum bir basqoch o. Basqoch o. Şunun için hazır bizning onu tilga olmasligimizga sebep mi? Hazır onu üzümüz qilolmayapmiz. Üzümüz qilgandan keyin asaq nayati yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ammo uni elish uchun tirishimiz a basqochlarnicho uni hech qachon qo'limizdan berib qo'yashga yakınmizcha uni terk etishga bo'lmaydi. Cho'qim bir qo'limizda iqtisod bo'lsa, bir qo'limizda siyosat bo'ladi qarindoshlar. Bir qo'limizda ma'rif bo'lsa, bir qo'limizda tashviqot bo'ladi. Bir qo'limizda askariy bo'lsa, bir qo'limizda har xil ijtimoiy munosabat xalqimizni tarbiyalash va yetaklashga cho'qim ahamiyat berishimiz kerak. Bermasak bo'lmaydi. Fikr ideya bo'lmag'achqa, fikr ideyalarimiz to'g'ri bo'lmag'achqa bir-birimizning gapini tushunolmaydigan, bir-birimizning to'g'risini qabul qilolmaydigan, bir-birimizni dushman ko'radigan, bir-birimizni haqoratlaydigan shaklda dushman qilib bu shaklda ishimiz shunday cho'lchaqlashib ketib bordi. Buning eng tubki nimasi nima deganda, cho'qim ideologiya asosimiz to'g'ri bo'lishi kerak. 1933-yildan ta hozirgi bugungacha bizning rahbarlarimiz olsun, bizning siyosiy yetakchilarimiz bizga ta'kidlab kelayotgan 3-4 nuqta var. Birincisi, vatanimiz, dinimiz İslam, vatanimiz Sharq Turkiston, milletimiz Uyg'ur, düşmanımız Xitoy tajovuzchilari. Bu ideologiya asosini biz buni asosida o'zimizni to'liqlashimiz, o'zimizni takomillashtiramiz. Bu bek muhim qarindoshlar. Onun için bu şekildeki hizmetlerimizin to'liq elib berishga bu faqat bir ishki yoki tashkilotning yoki bir ishki siyosiy faoliyatchining yoki 3-4 adamning ishi emas bu qarindoshlar. Bu Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga olish, Sharq Turkistonni ozodligiga bir kun bo'lsin yetish uchun hammamizning fidokorlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Fidokorlik ko'rsatishimizga to'g'ri keladi. Uningda fidokorlik ko'rsatmay, "Voy, men haq appasin, ay hamma davoni u haq qilsin, yoki buni qilsin" deb hammamiz o'zimizni chetga olsak, bu davoni kim qiladi? Hammamiz bu davaga katkımız bo'lishi kerak. Yani hammamiz his qo'shishimiz kerak qarindoshlar. Uning uchun biz her ishlarda mening qo'limdan nima ish kelayapti, u bu emas. Alloh taolo hammamizga bir qobiliyatni berdi, bir ortiqchilikni berdi. Bu ortiqchilikni o'zimiz to'g'ri tunishimiz kerak. Bu qobiliyatni joriy qildirishimizni ham bilishimiz kerak. Shuning bilan bo'lgan vaqtida anandan keyin biz anandan keyin o'zimizning şu rolunu joriy qildira oladigan bo'lamiz. Ham kunimizni ahamiyatli yaşagan bo'lamiz. Men ko'plagan suhbatlarimda shuni ta'kidlayman. Buni balkim ba'zilar tushunishi mumkin, tushunmasligi mumkin. Alloh taolo bizdan Sharq Turkistonni nima mustaqil qilmading deb savol so'ramaydi dedik. Alloh bizdan Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun sen nima ish qilding? Ey Nabijon, sen nima ish qila olding? Vataningda xalqing atanang turmada tursa, izlabasa, Xitoy tajovuzchilari sening urug'-tuqqanlaringni, sening ashu sen bilan birga o'ynab cho'ngan qarindoshlaringni shunda azoblabasa, shunda o'ltirabasa, organlarini setib haydabasa, sen bu to'g'riliq nima ish qilding desa, men cho'qim shunga javob beraylikdek bir narsa qilishim kerak qarindoshlar. Men qalam ola oldim. Ya Allah, men o'zimning bir avazım arkalık bu Xitayning zulmini paş qila oldim ya Allah. Ya Allah, men mushu zolimga, mush Xitoy tajovuzlariga qarshi mushu bütün vücudum bilan, bütün vaqtim bilan, bütün iqtisodim bilan men buning harakat qila oldim ya Allah deb javob beraydigan bir harakatda bo'lishimiz kerak arkadaşlar. Shunda bo'lgan vaqtida anandan keyin Alloh taolaning oldida Allah taolo biladi bizning nima ish qilganligimizni, bilib turib so'raydi. Uning uchun har birimiz qarindoshlar, şahsen ben üzümle misal qilib so'zlayapman. Bu yerda hammamiz o'zimiz qila oladigan ishda
o'zimiz javob bera oladigan bo'lishimiz kerak. Düşmanimizni to'g'ri toniy oladigan, düşmanimizga qarshi tura oladigan bo'lishimiz kerak. Düşmanning depini selayotgan, düşmangacha yantayoq olayotgan, düşmanning neniga maysur kelib birayotganligini aniq toniy oladigan, ularni pash qila oladigan, ularning adabini bera oladigan bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Nima desa ma'qul, nima desa sening rost, ha u deydigan ish yo'q. Deydigan yeriga oshkorlaydigan yerini oshkorlashimiz kerak qo'limizda dalil isbot bilan. Lekin dalil isbot yo'q. Bir-birimizga töhmat qiladigan, bir-birimizga ahonat qiladigan, bir-birimizga mush Facebookda hozir yaqindan yog'i mushu ma qo'shimcha qoldi qarindoshlar. Qistirib yetib ketay dedim. Mushu yaqindan yog'i o'xshash ismni kopiyalaydigan, ya'ni o'xshash ismda odamlar paydo bo'lib qoldi. Buni men tegi-tektidan surishtirsak, Xitoyning tor soqchilari bir o'xshash ismni kirsak, birsiga pashulab qolmaydi ekanmiz, yana birsiga bu torda batdigo deb qoladi ekan, yangi ismni kirsak ishtiklan bayqab qoladi ekan bu ijtimoiy uchur vositalarini qo'g'dayotgan bir turkum yoshlar. Shunga biz bu balaning ismini kopiyalab turib kirib, biz mush şekilde özümüzün inkasını, özümüzün pişnipasatını, özümüzün her xil qamlaşmagan fikirlerini muşunu taqit etsek buludu ki degan şekilde hareket elip beriyotidi. Bundan hoşyar bo'laylik qarindoshlar. Aslında hali qandaq eski tushki bijimligi to'g'riliq men bir ushurini yazsam bu tanımga adamning nimasini tekshirtdingiz o bu degan gaplar chiqdi. Tekshirdigan adamlar var. Tekshirgidek adamlar cho'qim telefon urib, unaga kamerasini ichib, "Hocam sizning ahvolingiz nereden neyce, siz kim bo'ldingiz, nereden chiqyapsiz? Ha, acaba menda inkasini yozib ketdingiz, menda mijozingiz nima bo'ladi-do, sizning biz tunib olli. Sizning inkasınız to'g'ri bo'lsa, siz loyiqli bir adam bo'lsangiz, siznikini biz loyiqli bir taqib birli degan şekilde ular bilan suhbat o'tkazishimiz kerak. Bu hamma adamdan gumon qilish emas, gumon qilgidek adamning gumonliq ish qilayotgan adamni tekshirish hammamizning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati deb o'ylayman qarindoshlar. Chunki bizning ijtimoiy uchur vositalarida mushu bir sog'lom qila oladigan bir ishlarimizni mush qoldi, taratqularimiz qoldi. Xitoyga yuztirana o'zimizning noroziligini, fikrini, tashviqotdagi birligini hosil qila oladigan bu bir yaxshi qurol. Bu qurol to'si bunini Xitoyning pishtilari, Xitoyning so'rsaqchilari kirib bu yana qalaymagan qilsa, sizlar bizga o'rin bermasa, sizlar bizni qildi so'qashtirib o'ynasa, uningga biz ma'qul deb tursak bo'lmaydi. Uning o'z yo'lida nima deysa, sen kim o, nereden kelding, qaysiniga ishlaysa, ha. Nochi bo'lsang, salohiyatingni chiqira. Kimliging bormi, soqchilik kinishkangni chiqira, nochi bo'lsang, men bilan yuztaran bir gap ish baqa desek, undan keyin onun qo'sqini g'uniki bo'lsa, ayda bir chatqi adam bo'lsa, asta quyruqini qisib qechib ketadi. Agar mandaroq bir o'zimizning fikrni mandaroq shaklda bir bildirgandim, deb o'zimizning ya bir kichik inillarimiz ya bir biz tunuydigan ballolab qolsa, aniq shaklda o'zining salohiyatini oshkorlaydi. Onun için qarindoshlar, bu to'r sohasida xizmat qilayotgan, bu to'rning bizning davoni sog'lom tashviqotini qo'g'dab menayotgan qarindoshlarimiz nurg'un qarindoshlarimiz yoshirin shaklda harakat qilyapti. Ularni biz bilamiz. To'rda kimning qanday xizmat qilayotganligini ko'pincha qarindoshlarimiz biz bilgachga bir şekilde ularninki xizmatlarini haqiqatan qo'llab menayapmiz. Shunga bu bugungi istiqlol marshininkini her birlariga yodlashni tavsiya qilish. 9 ayning 15-gacha mana bir oy, bir yarim oy vaqt qoldi. Oldimizda Qurbon hayit kelyapti qarindoshlar. Bu Qurbon hayitning sebebi bilan yana aldirashligimizda balkim bu xizmatlarimizmi, qatnashgan qarindoshlarimizni to'xtab qolishi mumkin. Lekin qandaqli bo'lmasin bu istiqlol marshini yodlash, yodqa og'zosh hammamizning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Bu şekilde bir inşallah bunu bu yıl bunçilik bir jafo tortib olsak, kelajak yildan boshlab buningga nima qiladigan ish yo'q. Xalqimiz tabiiy shaklda bu umumiy kayfiyatga aylanib ketadi. İnşallah biz muaciret qila oladigan, tashkillalaydigan ish shaklida mushu xizmatlarimizni doimiy shaklda rivojlantirib mangsak, hammamiz o'zimiz abam qilganga o'xshash qo'limizdan kelgan shaklida fidokorlik ko'rsatsak, inshaalloh nihoyat yaxshi yo'l deb qarayman qarindoshlarim. Onun için her birleri bilen yana başka programmalarda başka şekilde görüşümüz mümkün. Bugün İstiklal Marşı'nınki mukafat derecesini ve
nəydə ötküzdüğümüz, qanda bulğalı torluq bir qısqa uçurlarımızı yana birlərə təkidləb ötken buldum. Bunu aldığım qitimdən bir neçə qitim bir YouTube proqramı işləyəndim. Şunda olsun bugün vaqt az qalğan boğaçqa yenilam bu 9. ayının 15. günü axırlaşdı bu xizmətlərimiz. Onundan keyin yəni bunu davamlaşdırmayımız çünki bizden belirlenen vaqt var. Onundan keyin bağlaş basqışına kirib ketimiz. Onundan keyin bu 11. ayının 12. günü Allah xalisa bu dövlət bayramımızı dünyanın həmmə yerindəki qarindaşlar bilan birlikdə tang təbrikləyimiz, İstiqlal marşını tang oquyumuz, tangço bu dövlətimizin qolumuzga eliş minutlardan hayacanlıyız inşallah. Allah'ın izniyle Allah bizni pat müddetdə dövlətimizdə Şərq Türkistan'a berib Şərq Türkistan topraklarında desep durup Şərq Türkistan topraklarında ay yıldızlıq gök bayrağımızın ləpildetkinliğini nisip qıson. Bu şekilde hemimizni şununla qədəmlərimizni sabit qıson. Her vakit yüzümüzni pidakir qılalaydıgan, vaxtımızını, iqtisadımızını, geri gelsi cinimizni bu yolda təqdim qılalaydıqalladın qıson inşallah. Allah bizni her xil Xitayning suiqastlaridan qo'rqib qoladigan, badanimizdagi Xitoy viruslari olib qoladigan, Xitoydan her xil şekilde bir tuzaqlarga desep qoladiganlardan qilmasin. İnşallah qadamlarimizni sabit qilsin. İnşallah Xitoy tajovuzlariga o'qilib etilalaydigan, zarbi beralaydigan her xil şekilde Xitoy tajovuzlarini vatanimiz bo'lgan Sharq Turkistonni qo'g'lab chiqara oladigan fursatlarni bizga nisib qilsin deyman qarindoshlarim. Şuna her birleri bilan bu yerda sözümni axırlaşdırman. Yeni bir programımızda inşallah görüşkisi Allah'a hemmelerini tapşırdım. İnşallah gepimlerimde xata ketkenler olsa tüzüp anlaşılığını ümit qilman. Samimiy tanqid fikir berişinliğini hem ümit qilman qarindoshlarim. Bizning sözümüzde xatalık bulmaydı, değil olmaydı. Bazı bir ifadeleş cihetlerde yetip qilishimiz mümkün. Şuna ayıp burmay toğirliğini anlaşılığını ümit qilib. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu.